Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz endi şu Müslümanның hacetini rava qilish. Bir Müslümanның hacetini rava qilish nurgulluğun çoğun ibadetlerinin savabidan köp savab endi. Bunun da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadisi var. Sahih hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degan ki, mening mushu Madinadagi mushu masjidimda bir ay itikaf qilib o'ltig'inim, mushunda o'ltig'inimdan bir qarindishimning hojini ravo qilganim buningdan afzal, buningdan savobliq degan. Yani İbn Abbas radıyallahu anhu bir günü mescitte itikaf kılıyordu diken, itikaf kılıp oturup diken. Bir kişi yanına keldi. Bir hacetini sorab, bir işini sorab. Şunu olan ben bunu sizge şu hacetinizni qilib beray deb mescitdan chiqibdi. Chiqayotgandan keyin yo'lda ketib berib, "Voy, o'zlari itikaf tutdi-ku, itikaf tutgan odam sirtga chiqsa bo'lmaydi-ku." deganki bilma uni. Başka iş için çıksa bo'lmaydi. Üzerinin hacetleri için çıksam bo'lmaydi. Ama bir qarindishimning hacetini ravo qilish uchun chiqsam bo'ldi degan. Yani shunchalik muhim bo'lganlik uchun itikafdan sirtga chiqib ayda qismi bo'ldi degan gap. Yani endi musulmonlarningki haceti har xil bo'ladi. Shularning ichida qarz berish. Endi bir musulmonga qarz berib turib şu Müslümanның hacetini ravo qilish degan ajoyib katta bir ibodat. Endi insonningki har qanday odamning beshiga ba'zi vaqtlarda shunday pulga ehtiyoj bo'lib qolgan bir vaqt kelib qoldi. Endi kredit olay desa, bu kredit degan bankdan olgan qarz degani qat'iy olmaslik kerak. Buni olgan odamni vayron qilmay qo'ymaydi endi. Durust emas zaten. Aslında bunda cezanı qilgan, bunda bankalardan bunda elib nima qilganlik, bu bankaga yordam qilganlik, jazoniga yordam qilganlik gunoh endi. U gunoh bilan to'xtab qolmay, aşı qarz olgan odamni vayron qilyapti endi u. Bu zaten reallikda ko'ryapmiz-ku. Endi qanday qilish kerak? Bir ishonchli bir musulmondan qarz olish kerak. Endi hozirgi zamonda insonlarda insof, axloq tuvallab ketgandan keyin bu qarz bersa qarzni ololmayotgan, vafoga jafo qilgan shunday ahvollarmi bor. Shunday bir davr endi. Endi lekin yaxshi odamni tugab ketmaylik. Bir odam cho'lda otga minib ketib bordi ekan. Öşnüsdə su içitqan qapı-qapa, çöl olğanda suyunu elib mangadigan ketib borsa, bir adam aldığı uçrab to'xtatibdi, yalvarib ketibdi. Qattiq usab ketdim, o'lgudek bo'lib ketdim. Bir yutum suv olgan bo'lsalar degandan ma'quldab otdan tushib, qapqini berib, suvni berib ichib oldi. Suvni shunda ichib qulab, suv bergandan bir qo'yib, o'rib o'tib, aning etiga minib ketibdi. Ketib uzoqlashib mang'il to'g'andan keyin ma'u İkisi ondan kopap çağırıp da to'xtamabdi. To'xta. Bu at sinov olsun, razı men. Sinov olab kelsin. Ama bir egiz gapim bor, shuni tinchig'in desa to'xtab turib, nima gapingda? Nima gap qilmoqchisan hamda degandan mushunda qilganingni boshqalar hech kimga demagan. Chunki vafo tugab ketibdi deb qolmasin insonlar. Vafo bor, tugab ketibdi deb qolmasin. At sinov olsun, elib ket bo'ldi. Ama muşunu bir kimge demigen depti. Muşuda bir zamanda yaşayapmiz endi. Bergen çağda bir qatim berip altgan çağda 100 qatim, 10 qatim berip altgan gap. Lekin hamma insondan da emas. Abdan insonlar bor. Muşu zamanımızda mı bor? Muşu zamanımızda mı bor yaxshi insonlar? İslam ummatidan yaxshilik butunlay tugab ketmaydi. Nurg'un insonlar nacharlashib ketsa-mu, musulmonlar axloqidan, islomiy qimmat qarashlaridan, yaxshi fazilatlardan shuncha yiroqlashib ketgan bo'lsin, yana shuning ichida bir qism yaxshi insonlar yana bor.
Şu Saudi Arabistan'da Eymen Sueydi de bir kişi var. Kur'an-ı Kerim'ninki tecvidini ügütüdüğün. Dünya boyunca hem de Kur'an-ı Kerim'nin ustazı desek mi buldum da hazırkı zamandaki. O kişi bir kısını sözlep birde, yüzünün beşini ötken kısısını. Bizninki bir doktor vaatı deydi o. Nadi yakın dostumdu. Bu doktor ne yalan ayak hayriyet cemiyeti deb atab qo'yatdik bunday deydi. Yalan ayak doktor deb atab qo'yatdik ya bizning vatanda burun ajdag'alıqı. Mengib yurib xizmat qilgan. Mushunimi yalan ayak hayriyet cemiyeti deb ataytdik deydi. Acı qanday çağda bolsa, biren musulmonninki bir ihtiyoji bo'lsa, berib hojatini ravo qiladi deydi. O doktor bo'lgandan keyin to'liq vaqtida berib o'qilsab qo'yib, kesilni ko'rib, dori qo'yib degandek uningdan boshqa acı qanday bekimninki bir qaziga kelib qolgan bo'lsa, qazisini anda shuningga qazini to'lashga yordam qilgan va ehtiyoji bo'lib qolgan bo'lsa, qaz berib turadigan. Ashunda bir yaxshi bir odati bor ekan u kishininki. O kişi vapatulab ketibdi. Vapatulab ketib, xili uzundan keyin mush Eymen Zavahirning tushga kiribdi. Tushga kirib, "Ay Eymen, bizning bir do'stimiz bor-ku, biz aralashib yuratgan. Ashuni nayda zo'r bir ehtiyojli bo'lib qolibdi. Ashuni hojini vaqib qo'ysang" debdi. Degandan keyin bu chush endi. Bu qanday gapdi bu deb unda o'ylab qolsa, ras ashli bulur aralashgan, ayda bir dostlardan birisi bakan uzun zaman bulaptı hem de onunla güreşmek ekan. Telefon numarası var, hemen narsa var hem de. Onu izletdi. Qandaq ahvalın qandaq. Men şu doktor rahmetli bo'lib ketgan doktorni tushdi ko'ribdimi? Ko'rgandan keyin şu kişinin hojatini ravo qildi deb shuni aynan deb bergandan keyin odam buluqlab yig'lab ketibdi-da. Allah degan qanday ulug' meni, qanday ulug'. Men Alloh taologa mushu qazimni ko'tarib o'tish uchun qattiq duo qilgandim. Allah seni buyuribdi. Meningki 15 ming riyal qazim bordi. Mushu yilning oxirgi tulvatmoqchi bo'lgan 1 oy qoldi mushu. To'latgan vaqt kelgicha. 1 oyning ichida shu pulni topmasam qat'iy bo'lmaydi. Shunga uni qilib baqdim, buni qilib baqdim, qo'limdan qat'iy kelmadi. Shuni Alloh taolo qattiq duo qilgandim degan ekan. Alloh taolo duoyingizni ijobat qilibdi. Meni sizga avatibdi. Bu ishdan siz xotirjam bo'ling. Beshingizni og'ritmang, bu ish hal bo'ldi deb o'ylang dedim deydi. Shundan keyin do'stlarimga deb o'sha kishiningki qarzini bir tulvatsa, deb habayli azroqni pul chiqadi, shuni tulvatdik deydi. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi vardı. Nayet sahih hadis. Men ehaze amvalen nasi yuridu adauha addallahu anhu ve men ehaze itlafaha etlafahullah deydi. Sahih İmam Bukhari rivayet kılgan hadis. Kimki birovning pulni yani qarz hesabida elib ashuni ado qilish niyatida olsa uni, ya'ni bir kimdan qarz oldik ya, qarz so'ragan vaqtida Xudoyim bir chuqum ado qilaman degan niyat bilan olsak, Alloh taolo uni qarzni chuqum ado qilib berdi. Niyatimizga qarab chuqum ado qilib berdi. Qaysi yo'l bilan bo'lsin. Ammo olgan chog'da kimki kishilarning pulni zoya qilib o'tish uchun, evlib bermaslik uchun olsa, Alloh taolo o'sha kishini zoya qiladi. Bu turmuşumuzu ko'ryapmaymizmi? Amaliyotda ko'ryapmizmi? Bu hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizelik hadisden birisi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İnnallaha ya'murukum en tuvaddil emanati ila ehliha dedi. Allah sizlarni amanatlarni egasiga topshirish buyurdi dedi. Allah Teala'nın emri. Allah Teala'nın şu emrini o'rindamaslik o bir günah, kişinin hakkını yani bir günah. Saudi Arabistan'da yana bir adam o'zining bunda bir qissasini aytdi. Bu yilgi taksilari var bir baygan, taksi şirketi açgan bayganda. Taksini mushtaqiliqi şoförlarga, yani haydayman deganlarga kiraga bergan masalan bir ayda 3000 riyal akilsa deb kiraga beribdi bir sudonlik odamga. Her ayda 3000 riyal biritqanga o
taksinin egisiga qolgan tapqini o'zining bo'ldi qanqa. Shunda beribdi, u davom qilyapti. Bir vaqtida bu jiq mashinalar bor ekan odamlarning. Bir kuni shu sudonliq bir odam 6 oygacha yo'q. U odammi yo'q, mashinami yo'q, pulmi yo'q, ishimi yo'q. 6 oygacha bu odam kutibdi hamda. Kelib qoladi debdi. Kelib qoladi deb kutibdi yo'q. Shuni 6 oy bo'lgandan keyin bu taksining egisi shu odam yashayotgan mahallani izlab beribdi. Berib kişiler köştüp kaptı müşahede oturdu debdi falani ismi kim debdi kısa. Şundan keyin aşı 2 katta bir öyle otururken kirada 6 tane balası varken küçük balası. O adamın yüzü 6 ayın yakısı kisallap kaptı öyle kamanda börek yetişmezlik. Börekini tazlap turutkan işken hep dedi 2 gün tazlatkan işte börek yetişmezlik. Kesilirken, ondan turamaydıken, ya pul tapamagan, hiç şey kılamagan, bugün hacet, kattık hacetlik halda, o adam yetip Allah'a dua kıldıken, ya Allah benim bu 5 yıllık muş kapılıkını götürüvat, muşu adamın kazısını bir götürüvatkında dua kıldıken de, kulun başka işkemeyden de, o adamga hicillik diye dua nime? Telefon kılamadı taksinin egisiga. Şunu taksichi endi qanday olib ketdi bu odamda uyga kelsa ahvol shunday kasal yotgan 6 dona balasi iyada qilgan ekan u odam ahvolni bayon qildi meni shunday meni kasallab qoldim mashinangiz işte uyning oldida turdi ya aparamadim ya pul topolmaydi bo'lib qoldim degandan keyin bu odam deydi men turib ketib buni xotirjam bo'laman bo'ldi sizniki qarzıngizni men ko'tarib etdim. Sizning qarzıngizni men ko'tarib etdim bo'ldi. Dedim, shundan keyin pastga tushib, shu baqqoli deymiz hamda, baqqolidan so'sam 1500 riyolgacha binasi eptigan qarziga, daftarga yozdirib qo'yib qarziga olib qo'yishlar bor. Shuni hammani to'lab etdim. Uyning kirosini, uyning egisidan so'sam, uning 7-8 oylik beğenmegen, kirası varken onu tülüvattım. Tülüvetip şundan keyin o kişini bitki ihtisat verip kulağa xatirjam bulapsız davalının tapını koydum. Şundan keyin şu adamga shunda qilganimdan keyin bizninki meniki bu kirimlerim araydı, eshib ketdi deydi. Ajoyib barakatli adam ekan bu. 6-7 oygacha Saudiyada turdi adam. Shu chaqcha mening kirimim shunday yaxshi bo'lib ketdi. Bu adam 6-7 aydan keyin Sudanga ketib qolibdi. Ketib qolib uzun qolmay endi vafot bo'lib ketibdi. Vafot bo'lganini angladim. Shu chaqcha meniki xuddi aşı boshqa bir taksilardan ortiq bir kirim kirgandek odatdagidan tashqari shunday Alloh taolo shunda barakat ato qildi deb ayna deydi odam. Endi Peygamber sallallohu alayhi vasallamninki yana bir sahih hadis var. Bu sahih hadisda nima deydi desa, Bani İsrail'de burun bir adam barken, o adam o'lib ketgandan keyin qiyomat bo'libdi. Ya'ni u adam nimasi amallari, yaxshi amallari, yomon amallari tortilibdi. Yaxshi amaldan hech qanday amal yo'q ekan. Bir iymoni bor ekan, biroq hech qanday yaxshi amal yo'q ekan. Bu adamninki iymoni bor ekan, ammo hech qanday yaxshi amal yo'q ekan degandan Alloh taolo farishtalarga yana bir ko'rib bakinglar, yaxshi bir amallar, bir tal amali bor ya degandan keyin buning ibodatlari yo'q ekan hamda. Bir tane yaxshi amal bor ekan, qanday amal ekan desa, bu odam shunday boy ekan, jiq odamlarni ish qisaltgan. Shu qarziga ehtiyoj bo'lib qolganlarga har oyda qarz bergan. Qarz berib, oyning oxirida odamlarni avatib qarzini yig'ib olgan. Usumsiz yani. Qarzni berib, qarzni o'zini olgan. Adamlarga deyotgan, kimning shu basa elinglar, ammo bak berenmeydigan ahvoli nachar bo'lsa, kechirib o'tinglar, o'chirib o'tinglar deb ayna buyurgan. Ayna qilib bu odamning qilgan ishi shu. Shu qarzini berib turish va oyning oxirida qarzni yig'ish va berenmeganlarni aşağı keçirib o'tishgan. Shunday qilgan bu degan ekan Alloh taolo biz
bu bendimizni kechirishga biz uningdan bekroq haqliq. Bu boshqalarning qarzisini kechirib o'chirib o'tibdi. Bizmi buni kechirib buning gunohlarini o'chirib o'taylik, jannatga kirgizaylik dedi. Sahih hadis ayni. Demak, endi bir musulmonning hojatini bunda ravo qilib qo'yganlik nurg'un ibodatlardan. Cho'ng hamdi. Endi bu qarzni ado qilish Alloh taolaning amri. Qarzni olgandan keyin uni ado qilish kerak. Hech bo'lmasa ado qilman degan niyat bilan bo'lish kerak. Ado qilman degan niyat bilan bo'lsang, shuni ado qilish uchun chuqur harakat qilsa. Agar harakat qilolmay kasallab qolding yoki kuching qolmadi, hech qanday ish kelmadi, ado qilman degan niyat bilan Alloh taolaga duo qilsang, Alloh taolo qaysi yo'l bilan bo'lsa, uni chuqur ado qilib beradi. Qarzni to'lash naytibak muhimda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir sahih hadisda deydi: "Men mata ve huve beri'un an salasin el-kibri vel-gulul ve-dayn dakhalal cennet" deydi. Kimki bu şu 3 narsadan pak bo'lgan holda o'lsa jannat kirdi. Biri kibirdan, kibir bo'lmagan, mutakabbirlik qilmagan. Biri bunda g'animatdan binasini o'g'il olmagan. Üçüncüsü üstüde qarz yo'q bo'lsa, bu adam jannatga kirdi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jannatning garantisini berib aytgan hamda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu qarzning muhimligidan shu jinoza kelsa oldiga so'raydi ekanda, qarzi bormi yo'qmi deb so'raydi. Qarzi bor desa, qarzi tulguchilik binasi qapqaptimi desa, qo'ymabdi, hech kim yo'q ekan desa. Amasa qarindishinglarning namozini sizlar o'tib o'tinglar deb boshqalarga o'tugizga o'zitmaydi ekan. Agar qarzi yo'q desa, o'taydi ekan. Keyin islom kuchlanib, ba'zi shaharlar fath qilinib, musulmonlarning quliga g'animatlik kelib, Beytul Mal, musulmonlarning Beytul Mali kuchlangandan keyin Andi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam anda jinozaga kelsa, qarzi bormi ekan desa, deb so'raydi ekan. Qarzi bor ekan desa, qanchalar ekan? Tamam, biz Beytul Mal tulyotaylik. Biz tulyotimiz deb namozda o'qiverdi ekan. Yani demek, Rasulullah'ın degan gapim bor. Kimki ayda qarzi bor, qarzini to'layman deb arzu qilib shuni bilan to'layolmay o'tib o'lib ketgan bo'lsa, uninki qarzini biz to'laymaymiz degan. Muhimligidan to'layotmasa bo'lmaydiganligidan. Chunki bu qul haqqi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunga har namozning at-tahiyyatini o'qib bo'lgandan keyin bir qancha Rasulullah'ın duaları var, panah tilagan duaları var. Hemimiz o'qishimiz kerak shuni. Ashının qatardan Allohumma inni a'udubika min g'alabati dayni degan bir duo var. Ey Allah, senden shu qarzning menga ustun kelib qolishi, ya'ni qarz elib to'lanmaydigan, bulab qolishi, qarzga petib qolishni men panah tilayman deb Rasululloh panah tilagan. Har 5 vaqt namozdan ki har shu tashahhudda o'tirgan chaqda salom berishdan burun mushu duoni o'qitdi. Qarzdan meni panoh berganda. Chunki qarz degan shunday yomon narsaki, u insonni bek rohatsiz qiladi. Uningdan boshqa yana nurg'un hadislar bor shu qarzningki to'lashning muhimligi to'g'risida, qul haqqini ado qilishning muhimligi to'g'risida. İmam Buxoriy rivoyat qilgan yana bir sahih hadis bor ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam degan: "Alloh bilan qasamki, bir mujohid Alloh yo'lida o'ltirilsa, ondan yana tirildirilsa, yana o'ltirilsa, yana tirildirilsa, yana o'ltirilsa, yana tirildirilsa, Alloh yo'lida ustida qarz qilib qolgan bo'lsa, bekimdan haq qilib qolgan bo'lsa, jannatga kirolmaydi" degan. Shunchalik bak muhim. Qarzni ado qilish muhim bo'lganligi uchun qarzi bor odamning namozini Rasululloh shuni o'qimagan edi. Ana shuna
Muşununki əhamiyetiga, muhimligiga yetish kerak. Endi qarz musulmonlar qulangda bor, ilkingda bor bo'lsa, sana birisinin hacizde tushib qolgan bo'lsa bir musulmonning qulangdan kelgancha qarz berib turish eng katta ibodat, eng katta savobli ish. Buni qilish kerak. Qarz og'ichimi yaxshi niyatda cho'qim mushuni to'layman degan niyat bilan bo'lish kerak. Mushu ikki tarafda ikki niyat durustlar bo'lgan bo'lsa, musulmonning hojati ravo bo'ldi. Har ikki taraf insofli bo'lsa.